Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Zericraft. Do'stlar, biza bugungi videoda mana shu orqamdagi orolda 100 kun yashab qolishni ikkinchi qismi bo'ladi do'stlar. Qani bo'lmasam let's go. Do'stlar, biza 43-kunga yetib kelgan edik va bu kungacha anchagina ishlarni qilib qo'ydik. Mana bu yerlarni tekisladik. Mana bu sigirlar va qo'ylar uchun sigirlar va qo'ylar uchun mana bunaqa ferma qurdik. Negadir mobilni oyog'i mana bunaqa bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q. Va bu dahshat fermani qurib qo'ygandik. Do'stlar, men bu videoni 40-kunga kelganda to'xtatgandim va men videoga olish esimdan chiqib ketgan holat. Ya'ni Trample Champion'ni zabt etmoqchi edim, albatta bu o'zim emas, do'stim bilan. Va menda ikkita kalit bor, anchagina narsalar nima edi? Nomi esimdan chiqib ketdi. Ana ochadigan narsalarni osib chiqdim. Bularni barchasini albatta videoga olmasdan qo'yibman. Hech qisi yo'q va men kondan 4 tagina olmos ham topib oldim. Va mana bunaqa narsalar va hokazo do'stlar. Menimcha mana bu firma men uchun kichkinalik qilyapti. Ya'ni resurslarni menga yetkaza olmayapti. Yetkaza olyapti, lekin juda ham kam. Va men mana shunaqa firmadan mana shu yerga yana bittani qurmoqchiman do'stlar. Va bizga buning uchun kerakli resurslarni to'plashim zarur. Qani ketdik. Undan oldin men temirdan kiyinib olishim kerak. Chunki konga tushganda moblar meni bittada o'ldirib yuboryapti. Shu mening asosiy muammoyim. Va mana do'stlar, men temirdan ham kiyinib oldim. Va mana arlar chaqa boshladi. Nimagadir qo'lim tegib ketgan edi. Va men kerakli resurslarni mana shu sanduqqa solaman. Do'stlar, menga hopper uchun 35 ta temir kerak ekan. Menda esa 17 ta bor. Qani bo'lmasam ketdik konga. 35 ta temirni yig'ib kelishim kerak. Qani bo'lmasam temir qazishni boshlaymiz. Mana do'stlar, menda 29 ta pishirilmagan temir bor. Endi bularni qizdirishga qo'yishimiz kerak. Bular pishguncha do'stlar, mana bu fermani bitta yig'ishtirib olsak yaxshi bo'larmidi? Menimcha. Bular menimcha qizib qoldi. Menga 37 ta kerak edi. Как раз 35 ta kerak edi. Orshig'i bilan. Va mana do'stlar, menda hamma kerakli resurslar bor. Endi bulardan men mana shu yerga bitta ferma qurib olishim kerak. Va do'stlar, mana bu ferma ham bitdi. Endi buni bitta ishlatib ko'raylikchi. İşlermiken. Mana guldek ishlayapti. Sekin kelib kuyladi. Judayam zo'r ideal ferma. Mana do'stlar, men fermani bitkazib bo'ldim. Endi bu yerlarni ekib borsak bo'ldi. Do'stlar, biz ikkinchi fermamizni ham bitkazib bo'ldik. Endi esa sekingina yotib uxlayveramiz. Endi men o'zimga bitta portal qurmoqchiman do'stlar. To'g'ri, menga obsidian kerak. Menda temirli kirka bor va menda 6 ta almas ham bor. Bular uchtasidan albatta o'zimga temirdan pickaxe yasab olaman. Va konga ketdim do'stlar. Endi menga lava ko'limi, lavami qarabchi kerak shu narsa. Do'stlar, men bu yerdan 1, 2 va 3 ta lava ko'li topib oldim. Yo'q! Men chelak olib kelmayapman.
Endi shuncha yo'ldan orqaga qaytaman. Yo'q. Jin ursin. Mana do'stlar, men olib keldim. Mana shu yerdan qazib boshlasammikin? Ketdik. Mana do'stlar, men 10 ta obsidian ham olib oldim. Mana shu yerda men gravel ko'rgandek bo'ldim. Mana menga gravel radikalga yasash uchun kerak bo'ladi. Endi tepaga ketdik. Do'stlar, men chiqayotganda mana bu narsaga ko'zim tushib qoldi. Buni olmasak bo'lmaydi. Mana shu yerda bitta zombi bor edi, bu yoqqa temirlarni to'shiga kerak. Shuncha temirning o'rtasida bittagina olamiz. Buni ham olib ketamiz. Do'stlar, mana bugun eng omadli kunim bo'lyapti. Buni qarang, mana bu yerda yana bor. Yo'q, qancha bu yerda. Bu yerda yana bir tomosh ko'rib qoldim. Buni ham olib ketmasak bo'lmaydi. Do'stlar, menda 10 ta obsidian bor. Endi esa portal uchun bitta chiroyligina joy tayyorlash kerak. Mana do'stlar, men shu yerdan qurmoqchiman portalni. Endi buni atrofiga bo'ldi, hech narsa xalaqit bermaydi. Va mana do'stlar, men portalni ham qurib oldim. Endi yoqib turib, bu yerdan astagina siltavorishdan oldin yaxshiroq joyda spawn bo'ladi. Yaxshigina joydan spawn bo'libman. Yo'q. Saqasi suv qo'yib yuborjak edim. Yo'q, iltimos. Aytgancha, menda oltinlar bor. Undan oldin mana bunaqa qizil toshdan olib ketishim kerak. Portalning yoniga birorta nima deydi? Dekoratsiya qo'yish uchun. Mana do'stlar, bizning portalimiz ham bitdi. Yaxshigina dekoratsiya berib qo'ydim menimcha. Yomon emas. Endi menga anchagina oltin kerak. Men bu pingvinlar bilan umuman savdo qila olmadim. Chunki mana o'zingiz ko'ryapsiz. Qarorchi do'stlar, bu video biroz o'xshamagan bo'lsa ham sizdan uzr so'rayman. Bu videoni ikkinchi qismi edi, ya'ni Orolda survivalni ikkinchi qismi bo'ladi. Uchinchi qismini kutib qoling. Qani bo'lmasam, barchaga xayr. Albatta, obuna va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Barchaga xayr.